Hop. Bugungi kunda yana bir qiziq narsada bolalar ham qizib ketyapti-da, vodoprovodga kelib cho'milib yuboryapti yoki bir-biriga suv sepib yuboryapti. Bu qay darajada nima bo'lishi mumkin? Hali bolalarimizni qarovsiz qoldirishimiz, ayrim holatlarda ota-onalar mazza qilib yuribdi, mana bolalarim telefon o'ynamayapti, ko'chaga chiqib o'ynab yuribdi deydi. Shunda qarovsiz qolib ketadi ozgina vaqtga. Bu har 15-20 minutda ota-onalar o'zi qarab turish kerak, bolalarga xabar olib turish kerak. Sababi bolalar bugungi kunda hali issiqda vodoprovoddan suv ichadi yoki suv tagiga kirib oladi, kiyimlarini ho'l qilib tashlaydi, shalabbo qilib tashlaydi. Bu o'z navbatida organizmni sovuq qotishiga, qish kabi organizm sovuq qotishiga sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni bu hayotiy misoldan olib gapirilayotgan gap. Yaqinda bir bemorimizni mana 1 oy oldin tuzaldi, yaxshi bo'lib ketdi-da, kelyapti. Bir 3-4 kun oldin mani qizim deydi, sovuq suv o'ynab qo'ygan. Sovuq suv o'ynadi, o'ynab qo'ygan emas, o'ynadi deb kelyapti. Bemorda tana harorati ko'tarilishi, yo'tal, rentgen qilganimizda уже o'pkaga o'tish holati, bronxopnevmoniya holati kuzatildi. Endi biz uni statsionar davolashga yotishingizga majburmiz. No, bu yerda e'tibor beradigan jihatimiz nimadan iborat? O'sha bemor bolasini suv o'ynagan. Bolangiz kasal bo'lib o'tdimi? 1-2 oy davomida qarab turinglar, parvarishlab turinglar. Ya'ni singan qo'l gips qilib qo'yiladi. O'sha nima uchun gips qilinadi? Yaxshi bitish uchun. Xuddi shunaqa narsa o'pkada ham, yuqori nafas yo'llarida ham, tomoqda ham kuzatilishi mumkin. Angina bo'lib o'tgan odam yoki gamorit bo'lib o'tgan odam yoki o'sha bola o'sha paytda pnevmoniya bo'lib o'tdimi, o'tkir virus infeksiyasini o'tkazdimi, boshqa infeksiyalarni o'tkazdimi, o'sha qanday darajada o'pkada saqlanib qoladi, izi qoladi. Bu bolani 1 oy, 2 oy, ayrim bolalarda 6 oy davomida parvarish. O'shandan o'tib so'ng yog'iga bola qaytaramaydi. Bo'lmasa nega bolam qaytaranyapti? Bu 20 kun oldin dori oluvdi, antibiotik oluvdi. Nimaga? O'zingiz parvarish qilasiz. Bolaga kerakli qarov yetkazib bera olmaysiz. O'sha sabab, qarang, o'sha ustidan qo'l bo'lib qolgan, almashtirib tashlash kerak. Yoz kuni issiq bo'lsa ham ustida qurib qoladi, biz ham yo'q, bu bo'lmaydi. Bu nafaqat buyrak shamollashda, kechirasiz, o'pka shamollashadi, yurak shamollashlarga ham sabab bo'lishi mumkin. O'z navbatida bu og'ir asoratlarga olib kelish sababchilaridan bittasi bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir narsaga e'tibor qaratgan bo'lardim, ota-onalarga. Yozda bola suv o'ynagan bolalarda kiyimni almashtirish. Nam bo'lgan kiyimda yurmaslik, terlab qolib ham yurib qolishi mumkin. Mana shunga ham e'tiborli bo'lishni men tavsiya qilganman. Bunaqa payt kiyimni almashtirib, iloji bo'lsa issiq dushga cho'miltirib olish kerak. Bolani tanasi qizib olish uchun issiq dushga. Ana shunda bolani shamollashini biz qay bir darajada olgan bo'lamiz, bartaraf qilib. Tana haroratini o'lchab turish kerak bu bolani. Kuniga 3 marta bo'lsa ham. Suv suvda qolib ketgan bolani. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.